Yevropa İttifaqının tashqi munosabat va bexatarlik siyosatining yuqori darajalik vakili Josep Borrell Beijing hukumatini Birlashgan Davlatlar Tashkiloti kishilik huquq direktori Michel Bacheletga Sharq Turkiston va Tibetni ahamiyatli ziyorat qilish huquqi berishga chaqirdi. Borrell Birlashgan Davlatlar Tashkiloti kishilik huquq kengashining Janvada o'tkazilgan 46-cı qatimliq yig'inida so'z qilib mundaq dedi. Biz yana bir qatim Xitoyning Oliy komissar Bacheletni o'z ichiga olgan mustaqil kuzatuvchilar uchun Sharqi Turkistonning keng doiralik ziyorat qilishga ruxsat qilishga chaqirdik. Xalqaro jamiyat o'tirg'a qo'ygan og'ir andishalarni mustaqil, tarafsiz va ochiq baholashga sharoit hozirlash muhim. Josep Borrellning bu chaqiriqdan bir kun burun Kanada parlamenti Xitoyning Sharqi Turkistondagi qilmishlarini 226 parlament a'zosining qo'llab ovoz berishi bilan irqiy qirg'inchilik deb e'tirof qilgan edi. İkinci Dünya urushida natsistlarning Yahudiy cho'nqirg'inchiligidan omon qolgan shahidlar Angliya bosh ministri Boris Johnsonning irqiy qirg'inchilik qonunidagi talash tortishlarda Uyg'urlarni qo'llashini talab qilgan. Siyosat gezitining xabar qilishicha, Yahudiy cho'nqirg'inchiligidan omon qolgan Ruth Barnett, Dorit Oliver Wolf ismli 2 yashangan Yahudiy ayol 23 fevral Boris Johnsonga qarata ochiq xat e'lon qilib, Angliyaning Sharqi Turkistondagi musulmon Uyg'urlar uchrayotgan irqiy qirg'inchilikni e'tirof qilish uchun yetarli kuch chiqarmaganligidan qattiq ansiraydiganligini bildirgan. Ruth Barnett bilan Dorit Oliver Wolf o'zlarining chaqiriqini video orqali e'lon qilgan. Ular chaqiriqida o'ylash iqtidoriga ega har qanday odamning Sharqi Turkistondagi irqiy qirg'inchilikqa uchrayotgan Uyg'urlarni va dunyoning boshqa joylaridagi xalqlarni o'ylashi kerakligi, Boris Johnsonning ular bilan ko'rishib, jiddiy o'zgartishga tegishli bu masalalarni muzokara qilishini talab qilgan. Iroq axborot agentligida 2 ayning 13 kuni e'lon qilingan xabarga qaraganda, necha o'nlagan islom o'limalari tashkilotlari Xitoyning jazo lagerlarida qamalgan musulmon Uyg'ur ayollarga jiddiy yordam chaqiriq qilgan. Dunyoning o'xshamagan davlatlardan kelgan 10 necha musulmon diniy zot va islom o'limalaridan tarkib topgan bu tashkilotlar bir yerga jam bo'lib, birlashma bayonot e'lon qilib, Sharqi Turkistondagi musulmon ayollarni xohlagancha qo'lga olish, majburiy tug'mas qilib etish, jazo lagerlaridagi sistemalik bosqinchilikni ayblagan. Bayonotda g'arb taratqullarining Xitoyning lagerlarda Uyg'ur ayollarini qiynaganligini va sistemalik parakani qilganligini dalillaganligi, barliq musulmonlarning bo'lib islom hamkorlik tashkilotining jiddiy tadbir qo'llanib, Uyg'ur musulmonlarini Xitoyning ziyonkashligidan qutqizishi kerakligi o'tirib qo'yilgan. Türkiye'de Xitoy diplomatik organlarının oldida boshlangan Oilam qayerda nomli namoyish butun dunyo miqyosida davom qilmoqda. Sharqi Turkistonlik qozoq oilalar Qozog'istonning Olmaotadagi Xitoy konsulxonasi oldida 2 haftadan buyon namoyishini davomlashtirmoqda. Ular mazlum Sharqi Turkiston xalqining ovozini anglash uchun tirishmoqda. 2 ayning 20 kuni Avstraliyaning Adelaide shahrida Xitoyning Uyg'urlarga qaratgan irqiy qirg'inchilikqa qarshi namoyish o'tkazildi. Avstraliyaning bir qism parlament a'zolari Avstraliya Sharqi Turkiston jamiyati va demokratiyani tashabbus qilish tashkiloti birlikda uyushtirgan namoyishga qatnashdi. Turkiyada bir necha oydan buyon davomlashayotgan bu faoliyatga ovoz qo'shish uchun 20 fevral Amerika Akademiyasining o'rinlashtirishi bilan New Yorkdagi Xitoy konsulxonasi oldida "Oilam nada" degan shiorlar bilan namoyish o'tkazildi. 2 ayning 22 kuni Norvegiyada yashaydigan Uyg'urlar Xitoyning Oslodagi bosh elchixonasi oldida harakatga kelib, Uyg'ur qirg'inchiligiga inkas qaytardi. Yangi sonliq ma'lumotlarga asoslanganda, o'tgan yili Yaponiyada tug'ilish nisbati 2019-yildagiga selishtirganda 25917 bu vaqt tuvanlab 872683 ga tushib qolgan bo'lib, ministerlik yangi tug'ilgan buvoqlar nisbatining tuvanlishiga rekord darajadagi tuvanlash deb baho berdi. Bütün Yaponiya miqyosida qazo qilganlar soni oldingi yilga selishtirganda 9373 odam aziyib 1,384,544 ga qisqargan. O'tgan bir yil ichidagi nikoh soni 2019-yildagiga selishtirganda 78069 aziyib 537,583 ga tushgan. Kyoto agentligining xabariga qaraganda 2019-yili Yaponiya miqyosidagi tug'ilish nisbati tunji qatam 900 mingdan tuvan bo'lgan.